tumba 2,5 ming so'm, mononi metri 2 ming so'm, karniz metri 2 ming so'm, mononi 1 metri 850 so'mdan, 1600 so'mdan, 1600 so'mdan mononi metri. Monolar Alloh alam 2700 so'mdan mana 3D'lar. Mana pastiga qilgan noshkamiz ham 1 metri materiali, uniki ham 850 so'mdan. Tosh $17 olindi, pastga 100 so'mdan ochildi. Temiri, rossiyskiy temir ishlatamiz, rossiyskiy armatura ishlatamiz. Rossiyskiy temir bu 110 so'mdan. Germetiki где-то bir 200 so'mdan olinadi bitta germetik. Buni germetik shurupga o'rnatamiz. Ichini ham ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Utepleniya bilan qilganmiz profilga. Buni inshaalloh turib berishiga biz garantiya beramiz. Ya'ni kачествосiga, turib berishligiga, yuk ko'tarishiga ham garantiya beramiz. Bemalol onga 2 ta odam chiqadimi, 3 ta odam chiqadimi, chiqib aynigini bemalol artaveradi. Sizlarga aylanasin ko'rsataman bu uyda. Uyimizni balandligi manadan Alloh bilan 3,5 metr. Uzmasdan olib ko'rsataman. E'tibor bergan bo'lsanglar, mashinlarga toshlarni razmer bilan kesdik, ya'ni mana uloqlar tushmasin deb, menga o'ziga yarasha toshlarni tanlab qo'yganmiz. Uni u yog'iga, bu yog'iga ham, ya'ni o'rtada bitta ham uloq yo'q. Biz germetik shurupga qataramiz, shuruplar mana обрамление tagida qolib ketib qoladi. Agar 2 etaj yuradigan bo'lsa, mana tevadagi karnizni ham kattaroq qilamiz, kombinatsiya qilib. Buni mana yangicha bitta narsa qilganimiz, mana karnizni mayerga chiqarganmiz, mana bu yerga chiqarganmiz, o'stirib. Nimaga deyotganda, mana tevadagi mana kranshtayn turibdi-ku. Shu kranshtayn ustiga minib turishlik uchun. Go'yoki mana bizni anaqamiz, regelimiz sariq toshdan bo'lgan. Mana bizni kolonnamiz shu regelda ushlab turgandek qilib. Ya'ni misol uchun mana mayerda burungi ustalar qilishgan ekan. Men ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Buni ham chiqib olib qo'ygan. Mana bu yerda go'yoki unaqa narsa yo'q. Mana devorga yopishib turibdi, mana mayaga chiqib turibdi. Shu xatoni qaytaramaydi deganmizda. Ya'ni shuni mana uni chiqarganmiz bu yerga. U keyin bunday plavniy bo'lib turishligi uchun pastiga u yerga kichkinagina